bastadın terim, bana kalgan tutar. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. Benim ismim Muhtar Abdülkerim Canbaz, Uyghur Avrupa Ansambli'den. Duttar dersimizin 5. kısmına hoş geldiniz. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, Duttar dersimiz davamlıq elib berilyapti. Bugün not bo'yicha barmoq mashq qilish hem barmoqlarimizni qandaq notida qandaq ishlatish qatorliq muhim mazmunlar ustida to'xtalamiz. İnşallah burunqi men so'zlagan darslarni yaxshi o'rganib kelgan bo'lsanglar, yaxshi ko'rib shularni mashq qilsanglar, bugungi darsda qiynalmaysizlar. Nota degan vaqtida hammalarga ma'lum bu muzikaning tili bo'lib hisoblanadi. Muzikani o'rganadigan odam notani o'rganmasa, buningda nihoyat qiyin to'xtaydi va ilmiy holatda o'rganmagan bo'lib qolamiz. Shuning uchun notani cho'qim o'rganishimiz kerak. Men bu darsimda not to'g'riliq tafsili to'xtalmayman. Chunki notani texmi yaxshi tushundirgan videolar YouTube'ga kirsanglar, Türkiye Türkçesida nota dersi deb yozsanglar, izlasanglar, Türkiye Türkçesida nihoyat yaxshi notani o'rgatish uchun nihoyat yaxshi darslar qo'yilgan ekan. Shuningdan o'zing tafsilli ko'ra olsanglar bo'ladi. Lekin muhim bo'lgan ba'zi nuqtalarni şu dersimde udul kelgan vaqtda sizlarga ko'rsatib manaman. Hammalarning xabar bo'lganidek, dutlarimiz 2 oktavaga bo'lindi deb o'tgan qatamli darsda so'zlagan edim. Hozir mush resimdimi yana bir takrorlab o'tay. Odatda biz chaqa vaqtimizda asos jihatdan mush do bilan 2 oktava o'rtasida dutlarni chalamiz. Hamda men buni nota bo'yicha sizlarga bir ko'rsatib qo'yay. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 7 ovoz. Masalan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do deb mushakil 7 ovoz. Bu bir oktavaga ketdi, hozir. Mana, hozir mushu do ko'rib turganinglar dutlarning yuzidan bor, mana. Şu doğu kelgiçe yana bir oktava bulup hisoblanadi. Endi barliq o'rgangichilar mumkin bo'lsa, duttaningki mushu padalarining ustidan qaysi padaning qaysi re, qaysi do ekanligini 2 oktava ichida. Hammalar yaxshi mashq qilishinglar kerak, buni o'rganishinglar kerak. Men mushu duttanni men hozir ko'rsatib qo'ydim. Hamma dutta asosan o'xshab ketadi. Ma duttada faqat mush qo'shimcha 5 pada ushq bog'langan. Qolgan padalar masalan ma 5 padani yo'q deb hisoblasak, boshqa barliq duttalar o'xshash asosan. Mana bu so fa bu fa'dan 2 fa va bu ma fa bir ovoz yarim ovoz yuqori fa hamda. Şunun için aldığa hashtag belgesi qo'yilgan, bu yarim ovoz yuqori. Ma'u normal fa hisoblanadi. Mi'nin ikkisi var. Mi yana normal mi, odatda biz ko'proq ishlatgan mi. Bu mi yarim ovoz tuvan mi hamda. Yarim ovoz. Andiki ray keldik. Ray bir ray bor. Andiki do ovoz, yani normal biz ishlatayotgan do'dan yarim ovoz yuqori do. Do'dan 2 do bor. Shi ovozdan mı 2 shi bor. Bu shi bo'lsa normal shi hisoblanadi. Yana birisi uning ustidagisi yarim ovoz shi. La normal la, so'da 2 so bor, yarim ovoz yuqori so. Mesela mana so
Mana yarım ovoz yuqori bo'ldi. Fa'dimmi 2 fa bor. Ma normalki fa, andikin bu yarım ovoz yuqori fa. Mi'dimi 2 mi va. Bu adeti normal işlegen mi. Mi'nin aldidiki mi bolsa yarım ovoz tüven mi. Tarimizni uğa vaqtimizda hammalarga ma'lum rey ovoz chiqadi. Üstüdeki tarimizdan so ovoz chiqadi. Normal tuzakda. Burun deganimdek atish ağlarına va yoki muqamlarning ba'zi muqamlarga chaqa vaqtimizda lag'ı tuzimiz, lag'ı tuziga vaqtda o chaqda ovoz o'zgarib ketadi ustidagi notalar. Lekin ostidagi o'zgarmaydi. Deganimdek dutturimizning ustida barliq ovozlarni yaxshi bilib olishinglar kerak. Xuddi men o'zim hozir ezib ketmay deb mana ko'rib turganinglardek butun o'rinlarga 7 ahangni notini chaplab oldim. Bu o'rgatish uchun ya o'zimmi taxmi yaxshi aniq bildirish uchun o'rganuvchilarga foydasi bor deb shuna qildim. Endi bu notlarni bilib olgandan keyin biz barmoqlarimizni mushu bo'yicha to'g'ri ishlatishimiz kerak. Qaysi barmoqda qaysi notani, qaysi ahangni bosamiz degan vaqtda, masalan, hozir ustida yozig'liq mana bu yerda. Birinchi oktava, ustidan boshlagan birinchi oktavada qaysi barmoqda qaysini bosadiganlikni men amaliyotda ko'rsatay. Au nimediki ekrandakini men keyin ivatgan vaqtida o'zinglar aldirmay ko'rib olsanglar bo'ladi. Hozir besib ko'rsatay. Chimchiloq qo'limiz bilan do ovozni boshimiz. Birinchi ovoz do, rey. Rey zaten ulmaydigan bosh tarni olmasaqmi rey chiqadi. Rey. Qayta qilay. Do, rey, mi, fa, so, la, si, do. Mana. Xuddi ekranda yozganimdek 4 barmoqimiz birinchi oktavada o'zining har bir barmoq o'zining rolini ayrim o'ynaydi. Shunga buni hamda asta o'rganish kerak. Masalan, yana bir qayta qilay. Musha to'xtaydi. Qolganni asta o'zinglar mushu rasmda ko'rgandek chimchiloq bilan masalan do arqtarni urimiz deb tafsili yoziq bilan yozib qo'ydim. Buni o'zinglar aldirmay urib nim qilasizlar. Ikkinchi oktavaga kelsak hamda do'da to'xtagan to'q. Do'da chimchiloq qo'limiz bilan to'xtagan to'q. Do. Mana mush ovozda xuddi shu ikkinchi oktavada 7 ovoz, ya'ni 8 ovozni, ya'ni do'dan do'g'icha ko'rsatdim. Buni sizlar qayta mashq qilsangiz bu vaqt munosabati bilan buni qayta bu yerda so'zlamayman. Endi mavadi do 1, do 2 deb yozib qo'ydim yana. Bu deganlik bu do birinchi oktava bilan ikkinchi oktavaning o'ttir chigirisi mushadan boshlandi. Bu ovoz duttaning mush qantirak mangan sari jingichki ovoz chiqadi yana. Inchki. Mana bu. Nota mashqlari, ya'ni barmoq mashqlari dutturimizning ustidagi notalar qanday naga qaysi fa naga joylashgan, so naga joylashgan, rey deganning rasmi mana. Buni aldirmay qarindoshlarimiz vaqtingni chiqarib inchkilik bilan ko'rsanglar, buni asta yuzanglarmi duttadagi notani topalasizlar. Ma sol tarafdagi ma o qo'shimcha 5 pada bog'lanmagan normal hamma odamlarning uyida bor odatda normal duttaning ustidagi notalari. Demak, mening qo'limdagi dutta 5 pada qo'shimcha qo'yilgan bo'lg'achqa xuddi mush rasmdagi o'xshash mana.
bu do'ga to'xtaydi. Mavo so'da to'xtaydi. Shunga buning farqini bilib qolsanglar. Mayli qandaylik bo'lmasin, her ahangni biz chaqa vaqtimizda, dutta chaqa vaqtimizda mush ikki oktavaning ichida bo'ladi odatlik ahanglar. Uningdanmi inchki, uningdanmi yuqori ovoz duttaning ikkinchi tarisining mavagicha odatda jiq muzika kelib ketmaydi. Hozir yangi o'rganguchilar mush asosliq, ya'ni mushuni o'rganib olsanglar inshaalloh sizlarga foydali bo'ladi deb qarayman. Endi bayatın barmaqlarımızın qaysi barmaq, qaysi lani basıdı, sonu basıdı degan hammani so'zlab berdim, ko'rsatdim, amaliyotdim, rasmdim, o'zingni ko'rib olsang bo'ladi. Endi nota bo'yicha endi ahang mashq qilish bosqichiga keldik. Nota degan vaqtimizda qarindoshlar bu nota degan muzikaning tili. Muzikani o'rganish uchun muzikaning tili bo'lgan notani o'rganmasak bo'lmaydi. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan eng muhim, ya'ni o'rganuvchilar texmi qiziqadigan bir mashq bo'lsa, nota bo'yicha qo'l ko'ndirish mashqi. Nota degan vaqtimizda buningda tafsili to'xtalmayman, lekin azroq to'xtalib qo'yay. Shu ko'z oldimizga notaga nisbatan. Nota odatda 5 siziq 4 arlıqdan tarkib topadi, tuziladi. Buningda bu eng boshdagi so ochquchi deb ataladi. So ochquchi bo'lmasa nota yozg'ini bo'lmaydi. So ochquchi so ning ustiga yoziladi. Bu so'ni bilib olgandan keyin so, do, re, mi, fa, so, la, shi deb so'ning kendi la, shi kilido deb bilimiz. Ankin so'ning oldidimi do, re, mi, fa degan, ya'ni 4 nota kilido. Ankin do, re, mi, fa, so deb kilido. Masalan, re. Bu notaning ismi re deb ataladi. Re siziqning ustida kelgan bo'lsa mi, siziqning ikki siziqning o'rtasida fa, kendin so mana deganinglar. Andik so, kendin la, shi, do deb mushtaq davomlashadi. Buni bayatinki mana shu notadama tafsili ko'rsatgan. Buni men tafsili hozir tushundirmayman bu vaqtda. Hozir mushu notani biz qanday chalamiz degan to'g'risida tushundirman. Ham mana astidagi bu siziq past tarafga urish deb ataladi. Masalan, jang deb atasak bu jung, jang, jung. Men buni oddiylashtirib tamga chiqsam, yiqilsam degan mandaq bir holatga ekilib oldim. Yüzem. Tamga çıksam, yıkılsam. Bu şuna okşaş. Peski uduk, üstüge uduk, peski 3 katım uduk. Peski bir uduk, üstüge bir uduk, astıge 3 katım uduk. Andikin üstüge bir nuru pes uduk. Bu ne men tamga çıksam, yıkılsam. Muşundaq addilashtirish uchun mundaq deb oldim. Sizlarmi chaqa vaqtinglarda ashundaq deb chalsanglar nota bo'yicha, keyin naqsh o'qisanglarmi quloqning to'xtab qolmaydigan holatda bo'ladi. Faqat gapmi qilmay chalsanglar, keyin naqsh o'qiyanmas bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun buni mashq qilgan vaqtda tamga chiqsam, yiqilsam, tamga chiqsam, yiqilsam. Shundoq. Texim asti chepasam. Bu mualliqa 8 xil urushning ichidagi bir urush. Qo'limiz shundoq holatda erkin turadi. Odatda mush ikki barmoq tegidi.
Üstüge chiqqan vaqtda bosh barmoq azroq urib chiqadi. Bunaqa shaklda. Bu eng oddiy bir usul hamda. Hamda tuanda hamda buningdan azroq murakkab bo'lgan nota bo'yicha biz chalamiz. Yani buni azroq tushuntirib o'tay. Mavu istirliki asti usti istirlikining qandaqligini bildinglar. Asti degan asti urimiz, usti degan ustiga urib chiqamiz qo'limizda. Ma 3 pastga urimiz, bir ustiga urib tuvanga tushamiz. Bu mavada so notasi mana so turdi mana bayatdan deb o'tgandek. So ochiqchining ustidagi nota so. Kendin la, shi, do keldik mana. Mushuni hozir mashq qilamiz. Bu bir deganimiz birinchi barmoq. Men oldingi kitobda darslarda barmoqlarni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi barmoqda bir rasmni ko'rsatgandim. Bunaqi bigiz barmoq, bosh barmoq, yan barmoq, chimchiloq deb magi unaqa yozgan bo'lmagan ekan. Buni oddiylashtirib birinchi barmoqda basimiz. So notasini. La ni to'rtinchi barmoqda, shi ni birinchi barmoqda, do ni ikkinchi barmoqda basimiz. Hozir men sizlarga ko'rsatay. Duttaning ustida so ovoz mana mushadi mana so mana. Mana so. Shuning uchun men bayatdan degandek barliq qarindoshlar mumkin bo'lsa, so nada, la nada deganni duttiringlarga o'sha boshda mumkin bo'lsa, yepishtirib qo'yib, qog'oz bilan oson bo'lish uchun keyin elvatsanglar bo'ladi. Hozir hammamiz birlikda ekranda sizlar ko'rib turgan birinchi qurdagi notani chalamiz. Buni chalishdan avval dutturimizdagi so ovozini topishimiz kerak. Chunki nota so'ni ko'rsatyapti. Andikin qaysi barmoqda bassa degan vaqtda birinchi barmoq. Ya'ni 1 2 3 4. Birinchi barmoqda bassa deydi. Qani boshladik. Şundaq çalımız qayta bir tekrarlay, notadan üzülen birle tekrarlay. So. La. Shi. Do. Muşununğa o'xshash birinchi qurdagi notamizni çaldık. Hem de nöbet boyunca ikinci qurdaki notunu çalımız. İkinci qurda körüp durğanlardek rey bilen başlanıptı. Rey avazını 4. barmakta bassan, ikincisi de mi avazını 1. barmakta bassan, fa avazını 3. barmakta, so avazını 4. barmakta bassan depti. Qani shu bo'yicha boshlaymiz. Hamda navbat bo'yicha qarindoshlar 3-qurdagi notamizni chalamiz. 3-qurdagi notada deydi-ki, so'dan boshlab reyni tugat deydi. So'ni 4. chimchiloq qulog'ida tutib boshlaysan deydi. Qani, chop baqayli.
Endi ekranda ko'rinib turgan barliq notalarni birlashtirib bir chapa qayli.